Assalomu alaykum, janob Shavkat Mirziyoyev. Sizga hurmatimni saqlagan holda bitta ikkita haqiqatni aytmoqchi edim. Gap shundaki, siz korrupsiyani yenga olmaysiz. Chunki korrupsiya kuchayib ketgan, u sizni yengib qo'yadi. Siz korrupsionerlarni yengaman desangiz, qattiq choralar ko'rishingizga to'g'ri keladi. Qattiq choralar ko'rmoqchi bo'lsangiz, atrofingizdagilar, dada nima qilyapsiz? Tog'a nima qilyapsiz? Quda nima qilyapsiz? deydiganlar ko'payib qoladi. Ular yuzidan o'tolmaysiz. Lekin yana hech ajab emaski, yana kimlardir Shavkat Miromonovich, o'zingizdan ketmang deydiganlar ham chiqib qolsa, hech ajab emas. Shavkat aka, siz yaxshi insonsiz, yaxshi rahbarsiz. Lekin oddiy insonsiz-da baribir. Bu tomonning ham ko'nglini olaman deysiz, bu tomonning ham ko'nglini olaman deysiz. Shuning uchun ahvol shu darajaga kelib qoldi. Professor Xidirnazar Allohulov bir necha marta ochiq aytyapti. O'zbekistonda korrupsiyaning tepasida Shavkat Mirziyoyevning o'zi o'tiribdi. Qarindosh urug'chilik, nepotizmning tepasida Shavkat Mirziyoyev o'tiribdi deb bir necha marta aytdi. Lekin siz tomoningizdan hech bir reaksiya ko'rsatilmadi. Hech bo'lmaganda bironta sizning vakilingiz xuddi u kishiga o'xshab ochiqcha ijtimoiy tarmoqlarga chiqib bo'lsa ham bu gap to'g'ri emas deb aytib qo'ysa bo'lardi. Demak, shunaqa siz tomoningizdan javob berish bo'lmadimi? Bu yog'i xuddi mashhur maqoldagidek sukut alomati rizo, ya'ni jimlik rozilikning belgisidir degan qoidaga tushib ketadi bu. Buni men yoki birov tushish shart emas. Aqlli odamlar hamma ham aqlli, alhamdulillah. O'zi hisob-kitob qilib olaveradi. Korrupsiya shu darajada kuchayib ketganki, u sizning atrofingizdagilar o'rischa aytganda высших эшелонов власти действуют коррупционеры. Ya'ni eng yuqori mansab va lavozimlarda korrupsionerlar, poraxo'rlar, poragirlar, pora beruvchi, poradodlar ishlashyapti davrni sug'ib. Bir vaqtning o'zida korrupsiyaga qarshi bu qancha tashkilotlar kurashib yotibdi. Shunda ham ilgari milliy xavfsizlik, hozir davlat xavfsizlik xizmati shunda ham ishlaydi. Ichki ishlar, prokuratura, sud tizimi, vazirlar, qancha tuzilmalar, bir milliy agentlar tuzib yubordingiz. Shavkat aka. Lekin korrupsiya gullab yashnayapti. Sizning o'zingiz davlat xizmatchilarining mol-mulklari deklaratsiyalanadi degan gapni aytganingizda 8 yildan oshyapti. Bunday qonun shu vaqtgacha qabul qilinmadi va qabul qilinmasa kerak. Chunki bunday qonun qabul qiluvchilarning o'zi ham mana shunga qarshi. Chunki o'zlari ham mol-mulklarini, daromadini, sarf xarajatlarini ko'rsatib hisobot berishga to'g'ri keladi.
Shuning uchun u chang bosib yotaveradi. O'sha davlat xizmatchilarining mol-mulklarini deklaratsiyalash degan qonun loyihasi, o'sha loyihaligicha balki sizning tumbuchkangizda, tortmangizda, yana boshqa tortmalarda yotgan bo'lishi mumkin. Bu shunday yotaveradi. Tashqaridan qaraganda bir kulgili. Shuncha davlatning tizimi, strukturasi, kuch ishlatar tizimlari, prokuratura, ijroiy hokimiyatlar bir vaqtning o'zida korrupsiyaga kurashib yotibdi, lekin korrupsiya davom etyapti. Kulgilida. Kulgilining sababi ular hammasi aytadi, biz kurashishimiz kerak. Misol sizga o'xshab aytadi. 2026 boshlanishda o'zingiz aytdingiz, korrupsiyaga qarshi favqulodda kurash degan gaplarni aytib yordingiz. Hozir yilning 7-oyi ketyapti. Ya'ni 5 oydan keyin 2026ning hisobotlarini eshitamiz. Bu yerda kulgulilikka yana bitta narsani ham zo'r misoli bor. Xudo rahmat qilsin, Abdulla Oripov shoirimiz, O'zbekiston qahramoni bir zamon tulki falsafasi degan she'r yozgan. Juda katta she'r emas, kichkinagina. Shunday. Ustoz dedi bir kun tulki tulkiga, nechun biz nishonmiz doim kulkiga? O'rmonda bo'ri ham, hatto janob sher bir-birin turtishib tulkisana der. Bu hol qorong'idir biz yoshlar uchun. Boshqalar ustidan kulmaslar nechun? Bu hol qorong'idir biz yoshlar uchun. Endi yosh tulki ustozdan so'rayapti, katta tulkidan. Nima uchun shunday? Hamma bir-birini turtishib tulkisana deb hazil-huzul kulgi qiladi. Lekin hamma bizning ustimizdan kulyapti deydi. O deydi, bo'rilar ham, hatto janob sher ham hammasi bir-biriga qarab, tulkilik qilma deb qo'yadi deydi. Nimaga deydi? Biz doim nishonmiz kulkiga deydi. Biz doim kulgiga qolyapmiz deb kichkina tulki katta tulkidan so'rayapti. Endi katta tulkining javobi bor. Uka dedi shunda tulki tulkiga. Uka dedi shunda tulkiga tulki. Bunday hodisotning sababi shulki, o'z ishin eplolmay qolsa aksari tulkilik qiladi hayvonlar bari. Lekin bizning ishni eplolmas ular, shu sabab o'rmonda masxara bo'lar. Tulkisan bunday chog' tulkilik qilgin, tulki deb kulsalar qo'shilib kulgin deydi. To'g'ri, bu she'rni yodlaganimga 40 yilcha bo'lib qoldi. Ba'zi bir kamchiliklarga yo'l qo'yganim tabiiy. Ya'ni butun sistema korrupsiyaga qarshi kurashamiz deb dovyuraklik qilib shiorlar, balandparvoz gaplar aytadi, lekin xuddi hozir she'rda aytilganday hammasi bir-biriga qarab indamagani kelishib, kulishib ketaveradi. Korrupsiya shunaqa rivojlanib ketdiki, go'yoki korrupsiya daryosi mavjlanib oqyapti. Suvning ichida nimalar bo'lyapti, biz bilmaymiz. Qaysi tashkilotga bormang yozib qo'yibdi. Korrupsiyaga qarshi kurashishimiz kerak deb qo'yibdi. Lekin korrupsiya davom etyapti.
Chunki parani berayotgan odam ham bir manfaati bor-da. Shuning uchun oshkor qilishni xohlamaydi. Albatta parani olayotgan odamning ham manfaati bor. Xuddi daryoning ichida nima ishlar bo'layotganini bilmaganimiz kabi, u oldi berdilar, qayerda qanday bo'lyapti, bunga bir konkret misolimiz, isbotimiz yo'q. Lekin xuddi daryo mavjlanib oqayotgandek korrupsiya rivojlanyapti. Shunda o'z-o'zidan taxminiy misollar keltirish mumkin. Demak, korrupsiya u quyi tizimlarda ham ishlab yotdi. U o'rta tizimda ham, o'rtadan baland tizimda ham, u tepadagi tizimlarda ham. Hali aytdim-ku ruschasiga высших эшелонах власти. Misol, pastdagi poraxo'rlar, korrupsiya qilayotganlar qo'lga tushib qolsa, ular bu qo'lga tushishi uchun tayyorgarlik ko'rib yuradi doim. Chunki u tepada uni akasi o'tiribdi. Tug'ishgan akasi emas. Qarindoshi ham emas. Qarindosh bo'lmasligi mumkin. Lekin gapi qovushib, choylashib, bir-birini u akamsiz, ukamsiz qilib, bir-biri bilan oldi berdi qilib, yaxshigina qalin bo'lib qo'ygan akalari bor u tepalarda. Shunda qo'lga tushib qolgan korrupsioner bilan, poraxo'r, poragir bilan uni qo'lga olgan odamning ham, uning ham o'ziga yarasha tomog'i bor, manfaati bor. Ularni yarashtirib qo'yib, ya'ni muvofiqlashtirib qo'yuvchi odamlar ham bor. U teparoqda. Nima deydi ular? Bunisi bilan yaxshilab gaplashadi, bunisi bilan yaxshilab gaplashadi-da, keyin bir joyda bir choy yoki bir muloqot tashkil qiladi-da, qo'yinglar deydi. Davron so'rab yurdi deydi. Prezidentimiz aytib qo'yibdi-ku deydi. O'g'ri bo'l, qaroqchi bo'l, insofli bo'l deb aytib qo'yibdi deydi. Bunday qilmanglar. Yosh bola emassizlar-ku deb qo'yadi. Shu bilan bo'ldi, ketdi. O'rtada ozroq oldi berdi bo'ladi. Xuddi bu kinolarda oyoq-oyoqlar aytiladigan razborshik deydi-ku. Shu razborshik bo'ladi. Endi bular bunaqa ularni, poraxo'rlarni, shu qo'lga tushganlarni va ularni jazolaydiganlarni muvofiqlashtiradigan, ularni yarashtiradiganlar ham qaysidir lavozimlarda ishlaydi. Ular seriy kardinallik qiladi-da. Yani seriy kardinal degani o'zini bildirib qo'ymay ishini qiladigan odamlar. Boshqalarga o'xshab galstuk taqib yurishi mumkin. Kepka kiyib yurishi mumkin. Zo'r lavozimlarda ishlashi mumkin. Lekin o'z nomi bilan seriy kardinal, o'zini bilintirib qo'ymaydi. Voy, jim bo'llaring deydi. Albatta ularning ixtiyorida komfort kabinetlar bor. Balki bir saunalar tashkil qilib yoki bo'lmasa bir dam olishlar tashkil qilib yuborishi mumkin. Qo'yinglar ukalar, janjal qilmanglar, baraka ketadi deb qo'yadi. Shu bilan o'sha seriy kardinallarning ishi hammasiga ma'qul kelib, indamay yana qo'shtirnoq ichida battar yana korrupsiyalik bilan yana shug'ullanib ketaveradi. Ko'p odamlar fikrini aytib qoladi. Deydi, bizda ham deydi, u Xitoydagilar kabi, u boshqa bir davlatlardagidek korrupsiya qilganlarni osib o'ldirsa edi,
otib tashlasa edi, bizda yo'q bo'lar edi korrupsiya deydi. Bu aytishga oson bu. Oho, uni qilish uchun qancha qonunchilikda o'zgarishlar qilish kerak. Bittagina davlat xizmatchilarining mol mulkini deklaratsiyalash degan qonun qabul qilinmay yotibdi-yu. Oho, otish oson ekanmi? Otish degan narsa O'zbekistonda 30 yilcha bo'lib qoldi. Habeas corpus degan. Bizda otish mumkin emas. Qonun yo'li bilan bu to'xtatilgan. Bunaqa qonun yo'q, qabul qilishni hech bizda iloji ham yo'q, bunga zamin ham tayyor emas. Tayyor bo'lmaydi ham bunga. Chunki shu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, misol poraxo'rni otish kerak desa, ular o'zlari meni otinglar degan bo'ladi-da. Kechagi video chiqishimda bizning yurtdoshlarimiz 10 minglab kilometr uzoqdagi negativ dasturni olib boruvchi Ulug'bek Ashurga murojaat qilishyapti, najot istab degan mazmunda kecha video chiqish qilgan edim. Birov yozib qo'yibdi. Oldiga kulgili rasmlarni qo'yib, endi u deydi o'sha uzoqdagi nima ish qo'lidan keladi uning deb qo'yibdi. Xuddi kulgandayda. Go'yoki Ulug'bek Ashur o'sha yoqdan turib hal qilib beryaptimi deb mening ustimdan kulmoqchi bo'lyapti-da. Yo'q, Ulug'bek Ashur hech narsani hal qilmaydi. Ko'rsatib beryapti. Xolis o'zining fikrini yoki bir tomonlamalikni ko'rsatmasdan turib xolis aytib beryapti, hamma gaplarni, faktlarni aytib beryapti. Shuningdek, mening bu gapim ham hech narsani hal qilmaydi. Xalq o'zini o'zi o'nglashga kirishmasa, bu ishlar hech qachon o'z-o'zidan yaxshilikka qarab ketib qolmaydi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo bir ikkita joyda aytib qo'yibdi. Qavm o'zini o'zi o'nglamasa, Alloh ularni o'nglamaydi deb qo'yibdi. Shuning uchun hamma harakat xalqimizning o'zidan bo'lishi kerak. Astoydil yig'lasang so'qir ko'zdan yosh chiqadi degan gap bor-ku. Shunda xalq astoydil kirishib, har kim o'zini o'zi tuzatsa, Xudo xolasa jamiyatimiz shunda yaxshi bo'lib ketadi. Bu yog'i ko'p chiqishlarimda aytganman, o'rislarning bitta maqolini. Spasение утопающих, дело самих рук утопающих. Ya'ni cho'kayotgan kishini qutqarish cho'kayotgan kishilarning o'zlarining ishidir degan. Ishqilib nima bo'lganda ham Alloh taolo o'zi rahm qilib xalqimiz ahvolini o'zi yaxshilasin.